Bugun yakshanba, uyda maza qilib dam olaman, hech qayerga chiqmayman deb turgan vaqtimda qo'ng'iroq qilib, Buxoro shahrida syomkamiz borligini aytib qolishdi va men darhol Buxoroga ketishga hozirlandim. Manzilga yetib borguncha yon atrofni tomosha qilib ketaman desam, ko'zimga cho'ldan boshqa narsa ko'rinmadi. Va nihoyat Buxoroga ham kirib keldik. Kirib kelishimiz bilan bu yerda yomg'ir boshlandi. Bu yomg'irni ko'rib meni ichki tuyg'ularim g'alayon qila boshladi, ya'ni ochlik tuyg'usi. Qornim ochligida ishlay olmasligimni aytib, rosa xarxasha qildim va meni mazali ovqatlar bilan rosa mehmon qilishdi. Taomlanib bo'lgach, ishni ham boshlab yubordim. Birin-ketin ikkita reklamaga tushdim. Syomka tugagach barchaga tanish bo'lgan arkka bordim. Yomg'ir yog'ganligi sababli yerlar nam va havo salqin edi va men anchagina sovqotib qoldim. Sovuq yeganimga qaramasdan aylanishda davom etdim, chunki yana qachon Buxoroga kelaman bu aniq emas. Shu bilan meni bugungi qo'shtirnoq ichidagi dam olish kunim ham o'z nihoyasiga yetdi va Navoiyga qarab yo'lga chiqdim.